Xayrli kun, hurmatli kuzatuvchilar. Bizda noodatiy proyektimiz tayyor bo'ldi. Ushbu proyektimiz 12 metrlik konteynerga ishlangan, tashqi tarafi mokriy asfalt rangi bo'lgan, chiroyli dekoratsiyalar berilgan. Oq romlar dekoratsiyaga mos, tashqi chiroyli eshik qo'yilgan, temir eshik 8 cm qalinligi. Tashqi ko'rinishiga bitta baho berib qo'yasizlar. Demak, ichkariga kiramiz. Ichkarimiz 2 xonadan iborat, selli studiya formatda, to'liq утеплениyadan chiqqan 2 qavatli. Pollarga linoleum to'shalgan, devorlari gipsokarton obshivkadan so'ng bambuk panellar bilan, chiroyli bambuk panellar bilan obshivka qilganmiz. To'g'risida oshxonamiz joylashgan. Bitta keng xona 7 metrlik va ichkarida spanli xona. Bu yotoqxonamiz ham bambuk panellar bilan obshivka qilingan va dekoratsiya qilingan, bir-biriga mos keladigan panellar qo'yilgan. To'liq elektromontajlar amalga oshirilgan, poltavoklari plastikdan obshivka qilingan. MDF high-tech eshiklarimiz qo'yilgan. Burchakda studiya formatidagi oshxona va zal, mebelni tanlaganmiz. To'g'rida esa sanuzulimiz joylashgan. Sanuzulimiz ichida rakvina, unitaz, dush, ariston va havo aylanish uchun forchka qo'yilgan. Ushbu ko'rkam ixcham uyimiz hozir sotuvda mavjud. Kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqib kelinglar. Va ushbu videoni arzon uy, dacha formatdagi uylar, lегкий konstruksiya uylar qidirib yurgan tanishinglarga yuborib qo'yinglar, manfaatli bo'ladi. Aloqaga chiqib kelaveringlar, mahsulotlarimiz sotuvda bor, narxlari telefon orqali to'liq batafsil ma'lumot qilib beramiz. O'zbekiston bo'yicha dastavkalarni ishlab turibdi. Kelishilgan narxlarda. Kuzatib boringlar, yangiliklar oldinda.